Hurmatli obunachilar, Changan Avtoda skidga narxlarda avtomobillar qo'yamiz. 27500 dollardan oqga apelsin, qoraga apelsin, Depal S05 kredit narxi umuman farqi yo'q. Depal S05 avtomobillarimiz barcha ranglari bor. Bu ko'p joyda 18 diskka sotyapti. Bizniki 20 diskka bo'ladi. Narxini, polikini, zaryadkasini, monitoriga, rusifikatsiyalarini ham qilib beramiz uka mashinaga. 23300 dollardan qilib beramiz. Soni cheklanmagan miqdorda mavjud, aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Oyatullo, endi nechta mashina bor va narxlarni aytib o'tsangiz. Xo'p, qanaqa mashinalar bor? Avatar bor. Xo'p, Avatar qaysi? Avtomobillar probegli, polniy kuzov bron bo'lgan. Tez-tez aytib o'tib ketaman. Polniy narxini aytib o'tib ketaverasiz. Narxi 50000 dollar. Xo'p, 3300 probegi bor. Bu Avatar qaysi? Xo'p, bu Avatar 07 gibrid. U yerda ozgina kraskasi bor, 27000 yurgan, narxi 35000 dollar. Xo'p, bu Leitmotor bizniki emas. Ha, o'zimizga tegishli. Xo'p, Avatar 12 ni eng fulli, eng do'popsaligi bor. Narxi 58000 dollar. Avatar 06 bor. Hozir borib olaylik, o'sherga ko'rsatib aytamiz. Bu Depalchi bizdanmi? Depal S07 boya aytib o'tgan oqga apelsini bu. Hozirda yana 6 dona keldi. Lokiga berganmiz. Qancha? Pistashgandan keldi. 25500 dan. 25500. Hozir ham mashina ham sotiladi. Xo'p, yuk mashinadan boshlang. Gurzoviga qiziqadiganlar, Gurzovi avtomobillarimiz bor. Buning narxi 14400 dollar. Eshitdinglar, 14500. Bu qoraga apelsin Depal S07. Bu Avatar elektr 75 km uradi. Probegi 11000, narxi 38000 dollar. Narxi qancha dedingiz? 38000. 30 qancha yuradi bu? 705 km uradi. 705 yuradi, mana eshitdinglar. Xo'p, bu Avatar. Avatar 12 705 km yuradi. Eng full, eng do'popsaligi, narxi 58000 dollar. 58000 dollar ekan. Xo'p, buni narxi Avatar 06. Puldan bitta farq qiladigan narsalari Xo'sh. bu bakovoyli. Pulida kamerali bo'ladi. Buni narxi 44000 dollar. Bu 605 km yuradi, to'ra baland tortadi, bu ham full. 718 5-pozitsiyasi, eng fulli 25 ga 25 model bo'ladi. Narxini skidga qo'yib yubordik, 31800 dollardan ulgurib qolasizlar. Faqat sotuvda 2 dona qolgan. 31800. 25. OLXda, boshqa joyda, hamma joyda qarasa 33000 dan kam topolmaydi. Srochni Xitoyga pul chiqarish kerak, shuning uchun 31800 dan 2 dona mavjud, kelib olib ketsanglar bo'ladi. Xo'p. Bu tomonimizda S05 lar bor edi, shuni ham ko'rsatib bersiz. Ha, S05. Mana hurmatli o'rtoqlar, shu indeksga kelaverasizlar. Shu Oyatullo bo'ladi. Kamina Kamtarona ham shu yerdamiz. Asosan shu Oyatullo yaxshi savdo qiladi. Xo'p, bu yerda ko'rsatib bering. S05. Mana 05 o'sha boya uyda ham. Bu oqqa apelsin. Oqqa apelsin. Narxini ham aytib ketavering. 23300. Hammasi. 23300. S03chi? S03 21000. 21000 bizda. Xo'p. Mana qoraga pistashkasi. Qoraga pistashka ekan. Qoraga apelsini, bu S07. Qoraga apelsin. Bu ham mana S05. SL03larimizda ham polikini, zaryadkasini, monitoriga, rusifikatsiya qilamiz. 21000 dollardan kredit narxi umuman farqi yo'q. Aloqaga chiqsa bo'ladi. Oqqa qora, qoraga qora ranglari mavjud SL03. Xo'p, tushunarli. Hop, Demak, shu modellar bor. Shu mana salonni ham ko'rsatib qo'ying, Changan Avtomi. Changan Avto, mana shu yerda shu Oyatullo degan ukamiz ishlaydi. Biz ham shu yerda ishlaymiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Pastdagi raqamlarga bemalol telefon qilaverasizlar. Agar shu yerga kelsanglar, shu Oyatullo deb izlasanglar, shu Oyatullo shu yerda bo'laman. 24 ga aloqadamiz. Salomat bo'ling.